Assalomu alaykum. Bugün meneki joydamiz. Uydan bir 600 metr berida. Judayam yaqin joy. Bugün suv oyoq tagigacha ketdi men. Oyoq suvda turibdi. Vashi suv bosib ketdi. Polni. Yetib kiyib kelish kerak ekan. Vashi ko'payib ketibdi. Biraz oturamiz. 1-2 soat nechi bo'ldi? 6 bo'lyapti. 8-9 gacha o'tiramiz, xudo xohlasa. İki saat oturamiz, xudo xohlasa. Shomgacha. Haliroq yana ikkita idishda tayyorlab sochib olamiz. Qarmoqlarni yechamiz endi sekin. Shoshilmasdan ungacha yig'ilib turadi. Kelgandan bitta pochim bo'ldi, video qilish iloji judayam tez bo'lib qo'ydi. Paplovga tashladim, tars etkizib urdi-yu. Kelgandan pochini yeysiz. Yes. Oh, canavar, sazan şokligini qarang. Voy, yarim kilo bormi yo'qmi? Yeah. Ketdi bateriya. Canavar. Vay. Ha shu joyiga besh ketaman deb chiqarib olasiz. Ha, qanotingdan aylanay. Qanotingdan. Akangman, akang. Sho'x toza burus.
Çok canavar. Dunkan yana bitta urdik. Сразу. Нормальный шekilli. Двойной. Ой, дублет. Есть такая буква. Mana. Mana, kurpa, dublet. Ёлки-палки. Mana shu montaj durdi hozir. Dublet. Assalomu alaykum gulpadoshlar. Menga mazzami menga. Oy. Baliq o baribir zo'r narsada. Hamma tashvishlarni unutib, muammolarni unutib, suvga tikilib, baliq ikkinchi o'rinda tabiatni tomosha qilib. Eslatib o'tamiz, hurmatli do'stlar, bugun 7-iyul. O'tirgan joyimiz 1,5 soat o'tirdim. Xo'sh. Qaytmoqchiman, lekin taklifga bo'lyapti. Ikkita sxod bo'ldi mana shu donkaga. Gruziyalarni o'zi ikkita kurchuk baylaganman. Hina qarab olib ketdi-yu, katta narsa. 3-4 kilo atrofida 2 marta shunaqa bo'ldi. Xo'sh, rezultat kecha katta-kattalasidan bo'ldi. Bugun juda mayda bo'ldi. Maydaroq. Mayda shugalar bo'ldi. 1,5 soatlik o'yin natijalari. Xo'sh. Kichkinalari bor ekan bitta ikkita. Qo'yib yuboramiz. Canım. Прощай. Xo'sh. Canım. Akang. Katta bo'lganda kelasan. Прощай. Yigit. Yomon ketdi-yu. Yana bormaydi. Bormi? Bugun men dobriyman, og'ayni. Qo'yib yuboraman. Mana shuni ham qo'yib yuboraymi? Bu ham kichkina ekan. Прощай. Oy, chiq. Pablo udar urdi polidonkan. Aytdim sakradi men. Voy. Akangman. Canım. Прощай bo'lsa 300 gram atrofida yo'q. Kichkina-da. Прощай. Ayda.
Ajjanva. Ketdi yigit. Xo'sh, bugungi sayohatimiz, sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh. Zafar Barat uyga ketdi. O'tirdim. Birozdan keyin pasha chiqadi. O'shaga yem bo'lgandek rasmas. O'tirdik, maza qildik. Asablarni, miyalarni, shu naqalarni chaqladik mana. Lekin oyog'im ho'lda turdi. Uchi ketyapti uni. Oyog'im ho'l bo'lib ketdi. Uchta menga qopti. Uchtasini qo'yib yubordim. Ikkita udari suhut bo'ldi. 1,5 soat o'tirdik. O'zimizni mana shu prikolinklardan foydalandik. Bugun asalli miyotligidan kimga o'pdim naqda kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Men nomerim 99lik 811 0477. Hurmatli yurtdoshlar, bu paposhniga ham ishlaydi, donka uslubida. Donka uslubiga ham juda ham yaxshi ish beradi. O'zini bo'ylasi bilan otilaveradi. O'zimizni jaydari mahsulot. Prikolimkani udari. Udagilarga omad. Uji pasha g'ing'illayap quloqda. Qochaver bolalar. Lekin bugun o'tiraman deb keldim men. Men ham naqalarni olib, mana shuni bitta opam padarka qilgan mana Venera opam ovchi. Menimcha hozir ham o'zi ham ovda bo'lsa kerak, balki. Ana. Prosta oyog'im ho'l bo'lib ketdi. Bitta faqat shu joy bor ekan. Mana qolgan hamma joy ho'l. Suv. Mana. Etik kiyib kelish kerak ekan. Mana shu tozalab qo'ygan. Bir kishilik joy qilib, unaqa o't bosib ketganda mana bunaqa tagida o't bor mana. Mana shu o'tlarni tushib tozalagandim. Do'nkani uryapti. Keldi. Janivar. Ketar chog'imda. Kecha ham ketayotgandim, unga bitta oldim. 1 kilo atrofida shu Beeline durdi. 1 kilo og'irroq edi adashmasam. Uni uryapman. Kecha rivitlik xamir qilib kelaman deb yodimdan ko'tarilib ketdi. Ertaga mabodo ketib qolsam, etik topsam kiyib kelaman. Xudo xolasa pashshalarga qarshi dorilarni sepib. Shu yerda ham bir yigit o'tirdi, ushadimi, yo'qmi? Kecha ham o'tirishdi, u mo'sti bu yog'ida. Lekin mo'sti yog'ida chuqur joy bor. Eng chuqur joyi shu yoqda. Endi men prosta sayozda o'tiribman. Eng sayoz joyini tanladim. Bitta tag ko'rinib turadi. Keldi mana. Igi qo'yib yubordi. Shuni ham ushlab ketay ekan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mayda ekan. Mana yig'ishtirdim, xudo xolasa. Raftim. 3 ta baliq bor. 3tasini qo'yib yubordim. 2 ta suhut. Men o'z uyga baliq olib bormasam ham bo'laveradi. Uydagilar yil 12 oy baliq tashiyman. Obbo, dadang yana baliq ko'tarib keldi. Xaladenlik to'la baliq. Bilmayman, 10-15 kilo bor u. Xo'sh. Xayrmazdir. Ovdagilarga omad, salomatchilik, yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh. Hammaga shunaqa yaxshi ovlar nasib qilsin. Ovdagilarga omad.